Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, hurmatli obunachilar, Ahmadilo uz kanalining ashaddiy obunachilari. Do'stlar, bugun yana Anya Buranova gul do'konidagi gullarni narx-navolari bilan ko'rsatishda yana davom etamiz. Bitta opamiz so'ragan ekan, polniy obzorini qiling degan ekan. Xudo xohlasa kelasi safarga polniy obzorini qilamiz. Bu videolar qisqa bo'lib qolgan. Kelasi safar to'liq bir chekkadan bitta video qilishga davom etamiz. Do'stlar, narx-navolarni ko'rsatishda davom etamiz. Videoni ko'p kuttirmagan holatda 140 ming so'mdan ekan. Mana shu archa sifat gullarimiz, xona archalari deyiladi. 140 ming so'mdan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz aytishlaringiz mumkin. 12 ta viloyatga dostavkasi bor. Bundan tashqari qo'shni davlatlar Qirg'iziston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa qo'shni davlatlarga ham. Bular 140 ming so'mdan ekan bular. Hammasiga dostavkalari bor, yetkazib berish xizmatlari bor. Do'stlar, mana bo'ylarini ko'rishlaringiz mumkin. Gullarda ba'zilari qimmat, ba'zilari arzonroq bo'lishi mumkin. Bitta sort bo'lishiga qaramay. Mana 250 ming so'mdan ekan bu gullarimiz. Sababi katta kichikligiga qarab narxi ham o'zgarar ekan. Katta gullarimiz ozgina qimmatroq, kichiklari arzonroq yurar ekan. Mana xohlasalaringiz mana palma sifati palma gullari bor. 500 ming so'mdan bularimiz. Do'stlar, mana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 500 ming so'mdan mana. Xo'p, bu yerga kelishinglardan oldin yana aytib qolaman, yana aytaman, aloqaga chiqib telefonlashib kelishinglarni so'rab qolaman. Sizlar aytgan gul bo'lmay qolishi mumkin. Shunga qarab telefon yo'lga chiqishdan oldin telefonlashib kelinglar. Do'stlar, mana gullarimiz. Mana bo'ylari. Yoz kelyapti. Uylarimizga, xonadonlarimizga, dachalarimizga mana shunday chiroyli gullar yarashsa kerak menimcha. Dekorativniy kelsalaringiz postavkalari ham bor. Postavkalarni ham o'zingizlar xohlagandek to'ldirishinglar mumkin. Mana bu gullarimiz 460 ming so'mdan. Postavkaga o'zingizlar aytgan tuvaklarda, o'zingizlar aytgan gullardan iborat bir chiroyli dekorativniy qilib birato'la olib ketishlaringiz mumkin. Dostavkalari bor, kelib tanlab ketaverasizlar. Mana bunaqa ajoyib gullarimiz bor. Mana do'stlar, hurmatli obunachilar, ko'proq bizda Gollandiya va Xitoydan keltiriladigan gullar asosan. Shuni aytib ketaylik, geran gullarimiz ham bor. Arzonroq gullarimiz ham bor. Lekin asosan chetdan kelgan asha Xitoy va Gollandiya gullari. Mana gullarimiz bor. Mana bunaqa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, tuvaklari bor. Tuvaklari bilan dekorativniy chiroyli. Xohlasalaringiz katta tuvak, xohlasalaringiz gullik, xohlasalaringiz gulsiz. O'ram. Men gullar nomlarini bilib olmayman o'zim. Lekin gul shaydolari, gul ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rib, men narx-navolarni aytishda davom etaman. Ko'rib turib, o'zingizlar bilib olaverasizlar. Do'stlar, mana kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, hurmatli obunachilar, mana shunaqa mini kichik daraxt sifati gullar ham bor. Bemalol olishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz optim narxlarda mana 400 ming so'mdan 240 ming so'mdan ekan. Optim narxlarda beriladi. Foydalanishga ham optimga arzonroq ham tushib beradi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek hammasiga dostavkalar bor, 260 ming so'mdan mana. Xo'p, bizning kanal YouTube kanalimiz Ahmadilo uz desalaringiz chiqib keladi. Ahmadilo uz YouTube kanali. Bu kanalda biz rezavor o'simliklar, malina, qulpunoy va shunga o'xshagan boshqa mevalarni ham obzorini qilganmiz. Kimda mana shunaqangi malina, qulpunoy va mana shunaqa gulchilik bilan shug'ullangan fermalar, ana shunaqa katta plantatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, gul plantatsiyalari, gulchilik bilan shug'ullanadigan joylar bo'lsa, katta joylar, bizga aloqaga chiqishlaringizni so'rab qolamiz. Borib obzorni qilib, O'zbekiston aholisiga, ya'ni obunachilarimizga mana shularni manzillarigacha aytib, ko'chatidan bormi, yo'qmi, hamma ma'lumotlarni berib, bizning kanalga kirib, mana 280 mingdan ekan bular. Bizning kanalga kirib, bemalol narx-navolargacha ko'ra oladigan sharoit qilib qo'yamiz, xudo xolasa. 300 ming so'm mana kattaroqlari.
Shuning uchun yaqinda Xudo xohlasa Farg'onaga tashrifimiz bor. Farg'onaga akalarimiz aloqaga chiqdi. Akalarimiz oldiga borib, malina plantatsiyasi, malina katta territoriya bor ekan, katta gektarda. Xudo xohlasa ana shu yerda videolar qilish niyatimiz bor. Tez orada inshaalloh borib videolarni qilamiz, kutinglar. Va mana shunaqa Anya Buranovaga o'xshagan katta gul firmalar bo'lsa, mana 70 ming so'mdan ekan bularimiz, xona guli. Mana do'stlar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaversin. Va yana kimda mana shunaqa katta gul teplitsalari, gul firmalari bo'lsa aloqaga chiqinglar, biz obzorni qilamiz. Xudo xohlasa kimga kerak bo'lsa, kimga yoqsa bizni kanal sabab bo'lib bir-birlaringizga gullar, malina ko'chatlari, rezavor, pulpunay degandek mana shunaqa dov-daraxtlar yetkazib berish kanali qilish niyatimiz bor, Xudo xohlasa. Va bundan tashqari boshqa mavzularda ham videolar qo'yib boramiz. Ularni ham ko'rib borishinglarni so'rab qolamiz va albatta bizni kanalga like va podpiska tugmalarini bosishni unutmanglar. Mana Xitoy bambularimiz bor, bundan tashqari mana Xitoydan kelgan bambular faqat suvda o'sar ekan. Mana kimga mana shunaqa Xitoy bambulari ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Do'stlar, videoda albatta obuna bo'lib ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlardan hech narsa talab qilmaydi, faqatgina obuna tugmasini bosasizlar, like tugmasini bosib qo'yasizlar bo'ldi. Do'stlar, mana tuvaklarim bor xohlasalaringiz. Video